Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 28 fevraldan 7 martgacha ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 1-martda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 28 fevraldan 3-martgacha 15-20 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 28 fevralda 2-7 daraja sovuq, 1-2-martda 0-5 daraja sovuq, 3-7-martda 3 daraja sovuq, 2 darajalik, kunduzi 28 fevraldan 5-martgacha 2-7 darajalik, 6-7-martda 4-9 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 28 fevral, 4-5-7-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 1-3 va 6-martda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 28 fevraldan 3-martgacha ayrim ochiq joylarda 15-20 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 28 fevraldan 4-martgacha 0-5 darajalik, 5-7-martda 1-6 darajalik, kunduzi 28 fevraldan 1-martgacha 12-17 darajalik, 2-3-martda 7-12 darajalik, 5-6-martda 10-15 darajalik. Navoiy viloyati shimolida kechasi 28 fevralda 2-7 daraja sovuq, 1-2-martda 0-5 daraja sovuq, 3-7-martgacha 3 daraja sovuq, 2 darajalik. Kunduzi 28 fevraldan 5-martgacha 2-7 darajalik, 6-7-martda 4-9 darajalik bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 2-3 va 6-martda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 1-2-martda ayrim joylarda 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat 28 fevralda kechasi 1-6 darajalik, kunduzi 10-15 darajalik. 1-martda kechasi 1-6 darajalik, kunduzi 12-17 darajalik. 2-martda kechasi 3-8 darajalik, kunduzi 9-14 darajalik. 3-martda kechasi 1-6 darajalik, kunduzi 7-12 darajalik. 4-martda kechasi 1-6 darajalik, kunduzi 10-15 darajalik. 5-7-martgacha kechasi 2-7 darajalik, kunduzi 10-15 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 28 fevral, 1-mart hamda 4-5-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 2-3 va 6-7-martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 1-2-martda ayrim joylarda 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 2-7 darajalikdan 5-10 darajalikgacha o'zgarib turadi. Kunduzi 28 fevralda 18-23 darajalik, 1-martda 20-25 darajalik, 2-martda 9-14 darajalik, 3-martda 10-15 darajalik, 4-7-martgacha 13-18 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 28 fevral va 1-mart, 4-5-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 2-3 va 6-7-martda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 5-10 metr sekund tezlikda esadi. 3-martda ayrim joylarda 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 28 fevral va 1-martda 3-4-martda 1-6 darajalik, 2-martda 3-8 darajalik, 5-7-martgacha 2-7 darajalik, kunduzi 28 fevral, 2 va 4-7-martda 10-15 darajalik, 1-martda 12-17 darajalik, 3-martda 8-13 darajalik bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.